Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. Amerikadagi sarxillar Torontoda ziyoratda bo'ldi. Trump hukumatı Uyg'urlarni xo'rlayotgan Xitoy amaldorlariga embargo yurgizish haqida kuchli besim uchirmoqda. Trump Ramazon oyini tabrikladi. Oliy saylov organi Istanbul saylomiga aloqador qarorini e'lon qildi. Belgiya va Gollandiyadan kelgan bir turkum Sharq Turkistonliklar Sharq Turkiston uchur markazining qo'rg'uvchisi Abdujalil Qarqash apandini ziyorat qildi. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunlarında olsun. İxtiyar muxbirimizin xəbər qilishçə, Kanada Sharq Turkiston birligi və Toronto şəhərindəki Uyğur cəmiyyətinin təklifi bilan Amerikanın New York şəhərindən doktor Mehmet Emin, Boston şəhərindən doktor Meysen Mutallib, Philadelphia şəhərindən doktor Rishad Abbas və Los Angeles şəhərindən alim Erkin Sıdıqdan ibarət cəmiyyət ötkişi 2019 yılı 5-ci ayının 3-cü və 5-ci günləri Torontoda leksiya sözləş və fikir almashtırış ziyarətində oldu. Bu jarayonda Torontodagi qarindoshlarga navbatdagi Uyğur masalasida doklad berish və ular bilan fikir almashtırış, Torontodagi ikki masjidda musulmonlarga doklad berish, Torontodagi Uyğur madaniyat uyini və Uyğur ana til məktəbini ziyaret qilish qatarlıq fəaliyyətlərni elib bardı. Bu fəaliyyətlər nəhayət qəlbilik tamamlandı. 4-cü may günü ötküzülgən doklad beriş fəaliyyəti 5 saatdan artıq davam qılğan bolsunmu, yana da doklad bərgüçülər bilan doklad anlıqçılarning bir-biriga qanmaslığı, vaqt yar berməganlik səbəbdən fəaliyyətə uyun tayyorlab kelgan səbiylərning öz oyunlarini to'liq ko'rsatishga fursat bo'lmay qoldi. Onundan başqa Amerikadan bağlan ziyolilar Torontodagi qarindoshlarning Uyğur madaniyat uyini və Uyğur ana til məktəbini vujudga keltirish yo'lidagi tirishchanliklardan hamda qo'lga keltirgan natijalardan nəhayət ta'sirlandi. Uyğur ana til məktəbində 80-dən köp o'quvchi və 4 sinfi bor bo'lib, ularning hammasi Uyğur tili yazıqı qo'llangan. Hatto ba'zilari Uyğur tilida she'r deklamasiya qilib bergan. Sabiyalarning Uyğur do'pi bayrami munosabati bilan kiygan an'anaviy kiyim va do'pilari majlis ahlini ta'sirlantirdi va suyundirdi. Garchi bu omoqlar tayyorlagan uylarni to'liq ko'rsatmagan bo'lsa-mu, bu yerdagi ota-onalar va bolalarning Uyğur milliy kimligini saqlab qolish uchun bir cho'ng jamoat barpo qilish va ana til tarbiyasini nihoyat mukammal elib berish amaliyati hammalarni nihoyat suyundirdi. Shundaqla Torontodagi qarindoshlarning nihoyat qizg'inlik bilan ko'rsatgan mehmondorchiligi yig'in ahlini texim hayajonga soldi. Shuning bilan bir vaqtda 5-oyning 4-kuni soat 1:30dan 3:30gacha Ottawa parlament oldida Toronto va Montrealdan kelgan Sharq Turkistonliklar Kanada Sharq Turkiston birligining o'rlashtirishi bilan cho'ng tipda Xitoy hukumatiga Kanada hukumatining besim ishlatishini talab qilib namoyish olib bordi. Hamki soat 5dan 12gacha Sandama mehmonxonasida cho'ng tipdagi suhbat o'tkazdi. Bu suhbatga 400 ga yaqin kishi qatnashdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 5-may kuni Amerikadagi millat bilan yuzlashish nomli maxsus programmasining ziyoratini qabul qilganda, hukumatning nima uchun Xitoyning Uyg'urlarni lagerlarga qamab, ularni xo'rlashiga qarshi embargo qo'ymaydiganligi haqidagi savolga duch kelgan. Pompeo o'zining kishilik huquq masalasini Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi va boshqalar bilan o'tkazgan ko'p qatimli suhbatlarda o'tirib qo'yib kelganligini bildirgan bo'lsa-mu, lekin u hukumatning kun tartibida jazolash plani bor yo'qligiga javob bermagan. O yana riyosatchi Margaret Barenning nima uchun Amerika Tashqi ishlar ministrligi bilan Davlat mudofaa ministrligi tutqunlarning soni va lagerlarni farqli tariflaydi degan savolga bu masalada ixtilof bor deb javob bergan. U 3 milliondan ortiq kishining qayta tarbiyalash lagerlarida tutib turilayotganligini bildirib, hukumatning chekidan oshgan bu kishilik huquq dafsandichilikni har xil terminlar bilan ifodalab, uni qayta ayblab kelayotganligini ta'kidlagan. Mike Pompeo millat bilan yuzlashish nomli maxsus programmaning ziyoratidan 2 kun avval Amerika Davlat mudofaa ministrligining yordamchi ministri Randy Schreiber Uyghur rayonidagi lagerlarning jazo lagerlari ekanligi, uningda 3 milliondek Uyghur va boshqa musulmon millatlarning tutib turilayotganligini bildirgan edi. Mike Pompeo yuqorqi so'zlarni Trump hukumatining Magnitsky qonunini ijro qilib, Xitoy amaldorlariga embargo qo'yishda kechikishi Amerika Davlat majlisidagi ba'zi avom va kengash palata a'zolarini beharam qilayotgan bir mezgilda bo'ldi dedi. Tashqi ishlar ministri Pompeo o'tgan hafta Washingtondagi bir savdo tashkilotida nutq so'zlaganda Xitoyning lagerlarini tanqidlab, bu lagerlarning 1930-yillarni aslatadiganligini bildirgan. Amerika prezidenti Donald Trump Amerikadagi va butkul dunyodagi musulmonlarning Ramazon oyini tabrikladi. Prezident Trump Ramazon oyini tabriklab e'lon qilgan yozma bayonotida Melania bilan Amerikadagi va butkul dunyodagi musulmonlarga bu muqaddas oyning muborak bo'lishini tilaymiz dedi. U Ramazon oyida Qur'oni Karimning Muhammad alayhisolamga tushirilganligining xotirlanganligini eskartib, musulmon oilalar va xalqlar oyining ko'rilishi bilan bu vahiyni bir oylik tafakkur qilish, ma'naviy jihatdan poklanish va ibodat qilish orqali sharafga ega qiladi dedi.
O musulmonlarning Ramazonda ro'za tutib, Qur'on o'qib, muhtoj kishilarga yordam va yaxshilik qilib, ma'naviy safarda tozalash erib boradiganligini bildirdi va bu orqali Allohning rahmatiga, marhamatiga bo'lgan shukrlarni texmo cho'nqirlashtiradiganligini qayd qilib, Ramazon oyi bo'yicha hammamizning bizga berilgan ne'matlarni o'ylash va bir-birimiz bilan texmo cho'nqir do'stlik o'rnatish fursatimiz bor bo'ladi. Hammamiz Ramazonning ma'naviy kuchi bilan texmo uyushchan va o'zaro hurmat qiladigan jamiyat saviyasiga yetalaymiz dedi. Türkiye Cumhuriyeti Ali Saylam Organi 31 Mart'ta o'tkazilgan yerlik saylamning İstanbul'da qaytadan o'tkazilishiga qaror qildi. Türkiye Ovoz radiosi xabari. Ali Saylam Organining qaroriga asosan bilet tashlag'uvchilar 23 iyun yakshanba kuni İstanbul'da qaytadan bilet tashlaydi. Adolat va Taraqqiyot partiyasi bilan Millat Harakat partiyasi har xil qonunsiz qilmishlarning sodir qilinganligini o'tirib qo'yib, İstanbul'da saylamning amaldan qoldirilib, qaytadan o'tkazilishini talab qilib, Ali Saylam Organiga alohida e'tiroz iltimos sungan edi. Ali Saylam Organi e'tirozlar qarab chiqib, 4 ga qarshi 7 ovoz bilan İstanbul'da saylamni amaldan qoldirib, qaytadan o'tkazishga qaror qildi. Shundaqla navbatdagi shaharlik hukumat boshlig'i, Cumhuriyet Xalq partiyasining nomzodi Akram Imomoğlu'ning shaharlik hukumat boshlig'i isbotnomasining amaldan qoldirilishiga qaror qildi. 2019 yılı 5. ayının 4. günü Belgiya ve Gollandiyadan kelgan bir Türküm Şarkı Türkistanlıqlar Şarkı Türkistan uçur merkezining qurg'uvchisi Abdulil Qarqash apandimni ziyorat qilib, Abdulil Qarqash apandimning 30 yildan buyon Şarkı Türkistan uchun qilgan xizmatlariga minnatdorlik bildirdi. Qurilish bosqichidagi Belgiya Şarkı Türkistan jamiyatining vakili Najmiddin Sherif apandim ve Gollandiya yoshlardan Ferdon, Dilavur, Tursunjon, Rabqat, Olimjon qatorliq 10 dan ortiq kishi Şarkı Türkistan uçur merkezining yillardan beri qilayotgan xizmatlariga rahmat etdi. Ve Şarkı Türkistan uçur merkezidagi kichik bog'chada boshqa bir necha aktiv türk qo'llovchilar bilan birlikda dala kavupi ziyofatiga daxil bo'ldi. Vatanning xizmatini yolg'iz qolgan bo'lsa-mu davomlashtirishda Abdulil Qarqash akamiz bir ulgi yaratib berdi. Har kuni uzildirmasdan 6 tilliq, silliq xabar tarqatish, yolg'iz odamga nisbatan oson xizmat emas deyishgan jamoat Uyg'urlarning siyosiy tarixi va navbatdagi imkon tadbirlari haqida bir kichik leksiya o'rlashtirgandan keyin Abdulil Qarqash apandimning xizmatiga rahmat, barakat, tinch salomatlik tilab ziyoratini tamomladi. Xabarlarimizni ko'rganinglarga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga emanet.